Assalomu alaykum, chet eldagi barliq do'stlar. Necha kunlarning oldida bir video ko'rdim. Buni ko'p do'stlar ko'rib bo'ldi haqiqatan. Bir to'planliq bo'shliqda beshig'a har xil bosh kiyim kiygan 5-6 er va iskripka chilayotgan bir ayolning taqlibiy o'rinlashida shundoq jo'shqin naqsha va usul. Qatma-qat iskanjida yashayotgan bo'lsa-mu, o'zlarini ruhiy ozuqdan ayirmagan bir kayfiyat. Mao erkin dunyoda yashayotganman. Shularning to'piq milangan jismidan hosil bo'lgan ruhdan ozuq ilish uchun yiliq videoni kunda necha ko'raman. Ular hozir dad hasratda emasmi? Urug' tuqqanlari lagerlarda emasmi? O'zlarimi och yilang emasmi? Ammo ular qarindoshlari bilan billa o'zlarini ruhiy lagerlarga solmagan. Qursqi och bo'lsa-mu, ma'naviyatini to'yg'izishga tirishgan. Bir-biriga ozroq bo'lsa-mu, xushalliqning ta'mini tititgan. Avu tuqqunimiz lagerda edi, bizmi tang tugishayli demagan. Odam hayot ekan, odamdek his tuyg'uda yashashi, kulishi, kuldiralishi, o'zini va o'zgini xushal qila olishi kerakda albatta. Endi mau chatal hayotimizga qarayli. Biz ashundaq kulalidikmi? Kulgimiz bor. O'zimizni qo'yitib toza vaqirg'imiz bor. To'yni to'yicha, motamni motamcha o'tkazgimiz bor. Ammo ruhiy lagerlar ichida. U lagerlar nima? U yerda Uyg'urlar lagerda. Sening qandoqmi bundaq yashag'ing keldi? Xalq nima deydi? Mau chettallik ko'rsa nima deydi? Hey, chettallikning sapolig'i hech nim demaydi. Buning mushundaq yashash haqqi bor deydi. Sapasizi har nim deydi. Oxiri bu ruhiy iskanjidan nim kelib chiqdi? Mehirsizlik, saqta yashash kelib chiqdi. Vujudimizdagi aslida bor bo'lgan xarakter o'zgaryotidi. Atrofimizda tunish bir qancha singilchaqlar bor, ularning 1 yoshlik, 2 yoshlik, 3-4 yoshlik bolalari bor endi. Har qitim ularning bolalarini ko'rganimda "Hey, cho'ng qiz bola, hey, cho'ng yigit" deb akiltib qo'yman. Nima uchun bunday qilmay? Chunki ash bolalarning mayli 1 yoshning bo'lsin, mayli 2 yoshning, 3 yoshning bo'lsin, shu yishig'i mos kelgan sho'xlikni, beg'amlikni, qin-qiniga patmaydigan bir xil o'ynashni, bir xil g'amsiz qiliqlarni ularning vujudidan men ko'rmadim. Bir xil eg'ir bisiq, bizlar xiyoljon qarab o'ttirgan, akilasimi miyig'ida bir xil ifodasiz kulib qo'ygan. Demak, bir cho'ng odamni kichikiltib qo'ygandeklar. Qarsa odamni shunda ichi etishidi. Ular nima uchun shunday bo'lib qoldi? Yetarlik mehr ololmaymi? Yo'q, undaq emas. Aşı analarning o'ttasi qopsa, shu xil ruhiy iskanjada yashayotgan, shu xil muhit, nega borsa shu gap, narsa ularning vujudi orqali qini bilan, suti bilan shu bolalar o'tdi. O'tgan keyin u bola tabiiyki qo'soqdil ashuna yetilib qoldi. 5-6 yoshlik bolalarimizni, 10 necha yoshlik bolalarimizni bir faoliyatlarda, bir ishlarda o'zlarini ifodalashga majbur bo'lsa, xijilib, tortinib, shunday dast o'tirib chiqadi. Ham chiqadiganlar bor, bular nisbatlashtirib kelsak, bak oz nisbatni egallaydi. Biz boshqalarni shulardan o'rganishga ilhomlantiramiz. Bunda qilsa, bolalar silishtirdimikin deganda ko'ngilda bir xil tangpongsizlik paydo bo'lgandek bo'ldi. Lekin ular shu yishida ashna qin-qiniq patmagan bir xil ruhiy holatda yashashi kerak edi. Cheklimsiz holatda o'yinga tuyub, qinib yashash kerak edi. Biz cho'nglardagi ruhiy kayfiyat, ham narsadan voysash, tabiiyki oilamiz o'tasa qopsaq davo ishlarini deyishimiz, qaqshaymiz, shu narsalar bolalardagi bolalikni yo'qotib, endi ota-onaning kayfiyati ashunday holatda turg'ashqa, bolalar tabiiyki ma'lum bir cheklashlarga,
ruhiy bisimlarga uchrab qoldi. Shuning bilan o'zini ifodalashni bilolmaydigan bir turkum bolalar yetishib chiqyotidi. Bu biz uchun bir foydasiz omil. Ular bizning umidlarimiz. Men o'qiyotgan, oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda ba'zi kunlar tushdan keyin dars yo'q vaqtda jiyanlarimni yasliga og'il boratdim. Balduroq boratdim hamdi. Chunki baldur berib ash bolalar bilan biroz o'ynashni yaxshi ko'ratdim o'zim. Bu vaqtda men kuzatib nimani bilgan shu vaqtning o'zida. O yaslida Uyg'ur Xitoy aralash bor. Uyg'ur bolalari mayli yasli qo'rg'usiz bo'lsin, koridorda bo'lsin, o'zlarining faoliyat qilgan sinflarda bo'lsin, yugurib, qiniq patmay, urushayotgan, domlashayotgan, kulishayotgan, qo'g'ilishayotgan, oshda bir xil jo'shqin o'ynaydi. Masalan, o'yinchiq o'ynaganlar to'pponcha tishib o'ynayotgan, bunda qilishlarni o'ynatib o'ynayotgan, bir xil jasurlik harakatlarni o'ynaydi o'shning ichida. Ankedim qarsam Xitoyning bolalari somkalarini isib, ba'zilari shu butdak o'tirib opasining kelishini qarab o'tirgan, ba'zilari o'yinchiq o'ynasimi tam tarafga qarab o'yinni boshqadan qizg'inib o'ynayotgan, ba'zi bolalar Uyg'ur bolalarini o'ynagan o'yinlarga kelib havas bilan qarab turgan, o'shanchida biroz yuvashroq asa oldin qolgan bir asosa endi bizimlar deb hilgarlik qilib shilabini qo'lidagi tayoq qilib qo'ygan o'yinini evilishga tirishayotgan ashaq bir xil ro'y holatlarni ko'rib, ma ikki millat bolalaridagi holatni silishtirib faxrlandim. Ma bizning bolalarimizning vujudidagi qaynab turgan bir yashashga bo'lgan intilish, hayotiy kuch meni hayajonga soldi. Ambi yezdagi bolalarning o'ynagan o'yinini demay qo'yayli. Shu vaqtlardan bizning qo'shni ma'limiz Xitoylar batdi, Xitoyning apalari kelib deydi, Uyg'ur bolalarning o'yinlari bekchiq, bizning bolalarimiz bunda o'yin turlari jiq emas deb. O'yin turlarimiz o'git qo'ysak, ular o'ynay olmaydi. Chunki bizning o'yinlarimiz bizni abaturlikqa, barobar raqobatga, hamkorlashishga, o'zini ifodalashga, ham son sifirlarga, hisoblashlarga, hammasi undaydigan o'yinlar edi. Uni ular o'ynab bo'lmaydi. Demek Uyg'ur jamiyatida ham Uyg'ur bolaligida ashundaq o'yinlarga qinib o'ynab jo'n bo'lgan. Shu narsalar Uyg'urlarda bilib bilmay harakat orqali nurg'ulg'an tarbiyalini, ongni, tabiiy shakllantirgan ham yetildirgan. Demek biz ashundaq tabiatga tuyunib, o'zimizni cheklamay, jangovar yashagandan paydo bo'lgan Uyg'urlik ruhimizga singan imoniy quvvatimiz bizni ta bugungi kungacha saqlab kelgan. Tarixni varaqlasak, bizdek bedel to'lab, yana bizdek tik tura olgan millat bormi? Hozir aslimizdan yodlashyapmiz. Tugamagan cheklashlar, tugamagan ayblashlar, tugamagan haqqa baho berishlar, haqning ishiga o'rlashib olishlar. Charchimidinglarmi hay Uyg'uru? İxtiyar yashab baqsanglar nima bo'pti? Millatdan ozuq olgan insonda millatga bedel to'lash bo'ladi. Сөйгіге erishgan inson сөйgü beralaydi. Yana bir misol olay. O'tganda Saudininki vizasi qo'yilish to'g'ri quchurlar chiqqan vaqtda nurg'ulg'an odamlar Saudiga berish orzularini ifodalaganda to'rlarda hamma yerda bas-basda munozirlar, ayblashlar bo'lib ketdi. Shu ayblashlar bo'ldi. Hatto bordiqlar beriverdi, hech kim to'xtab qolmadi. Lekin Uyg'ur jamiyatida nima bo'ldi? Bir xil bizarlik kayfiyat kelib chiqdi. Bizningki ruhimiz ma'lum jihatlardan to'sqinliklarga uchraganda yoki o'zimiz bearam bo'lgan vaqtida muhit, vaqt, muhit o'rin almashtirganda yengillab qolmiz shu muhitning ta'siridan. Nurg'ulg'anlar ma'lum yerlarga, boshqa yerlarga, masalan, haramga bormasa boshqa yerlarga sayohatga bordi. Ash haramga bormaganlar shu haramga bormasa shu pulini yana boshqa yerlarga sarf qilib tugutadi. Odamlarda intilish, orzu, xiyol har xil bo'ladi. Ba'zilar oliy telefonni, ba'zilar oliy soatni, ba'zilar oliy mashinani, ba'zilar chiroyli uy jihozlarini, ba'zilar chiroyli kiyimlarni orzu qildi. Onun orzusi menda bo'lmasligi mumkin. Mening orzusim uningda bo'lmasligi mumkin. U bak cho'ng bilgan hayron qolgan narsaga men hayron qolmasligim mumkin. Masalan,
Yo'ldoshim manga mashina birovsiz iling, men sizga esil mashina olib beray desa, men birov ilishga hech qiziqmayman. Mashina haydashga qiziqmayman. Balkim uning qiziqadigan insonlar shunday jiq. Ba'zan esil dojlarda o'tirib rohat surishni xohlaydi. Men bo'lsam sahrolarga berib, chorvani o'zim biqib, o't yoshni o'zim o'stirib yashashni xohlayman. Burunma shunday yashab kelgan, hozirma tabiatimda shunga intilish bor. Demak, odamlarning yashash intilishi, orzusi, xushallik topadigan narsalar o'xshamaydi. Undaq bo'lgankan bir odamning mushni ishni qilsam hayotimda deb orzu qilgan narsani biz cheklab to'xtata olmaymiz. Cheklashda nimaga erishimiz? Osh odamni bizor qilishni, bizdan yiroqlashni, masalan, ko'p to'plum shu narsaga qarshi chiqsa, Uyg'ur to'plumidan ayrilishni, boshqa yerlarga singib ketishni keltirib chiq. Yana bir ishni misol qilib beray. 98-yillargu deyman. Meni qiynapam kasalchan bo'lg'achqa biz bilan bir turdi. Shu vaqtda biz 63 yoshlar atrofida bir onamizni uyga hamrodachilik keldik. Biz ishga ketganda endi hamroh bo'lib o'tirib paranglashib basa deb. Mayli oilashlariga yordamlashishni hech xohlamaydim, chunki o'zim kelib qildim. Tushlikdamlashim uyga kelib tomoqni ichdim. Heliq opamiz shunda bir xil sapoli, qanoatjon, oq ko'ngil, o'zini so'rashni biladigan bir opamiz. Men bir ilqi salbiy, ditim yoqmaydigan bir yerni boyqimdim u opashdan. Bir kun paranglashib o'tiriblar. Mush erga teksam bo'ladi deydi. "Yey, nima bo'plamdi?" deb kulishib ketdi qiynapam ikkimiz. "Nim deydi desanglar? Mush to'y qilsam, to'ylig'imga bir durab palto bilan bir uzuk solsam, shundaq palto kiygim bor, uzuk taqig'im bor" deydi. Deganda men dedim, "Seningki to'y qilishdagi orzulari shumi? Yo boshqa bir xiyollarım bormi? Yoki boshqacha bir hayotda turmushda yashasam deb o'ylab qoldilarmi?" desam, "Yo'q, men ulan ilish qurbim yetmagankin, shu to'y qilsam, ashdaq narsani to'ylig'im sapramdikin deb o'ylab qoldim" dedi. Deganda undaq bo'lsa, biz sizlarga shuni qilib berayli desam, "Yo'q, qizim, men undaq maqsad demadim" deb yaqin keldi. "Yo'q, biz qilib berayli" dedim. Kechda yo'ldoshim kelganda maslahatlashib shu kunki yakshanba kuni Robiya Qodir So'lsariga berib, shu o'ylag'indek durab paltoni appadik. O'shanda ko'rdi, "Mushniki yetdim" deydi, bahosini anglaydi. "Yo'q, ayer mundaq yey, mer mundaq deb og'ilonmaydi." O'sha oxiri o'zining orzu qilganini appadik. Teshik chiqqanda uzukni apray deb zaygaxonaga boshlab mandim. Hozirmi shu ko'rinish ko'z oldimga. Apamizning ko'z oldimda bor. Apamizning bishig'idagi yog'lig'idan tutib putida qilichigacha ko'z oldimda bor. Biz shu u yoq meni avtobus bekatiga tortdi. Men zaygaxonaga tortdim, asha tortishmoq o'ynab ketdik. Oxiri majburiy qoyil qilib zaygaxonaga kirib bir uzuk appadim. Shu asli bilan shu narsani ko'z oldim keltirma. Masalan, biz shu apashqa "Ey to'g'udoyim, bir uzuklan paltoni, orzular shumidi, shuni ashtaq qilamtlar" deb biz hech ayblamadik. Bundoq kulib ketdik. Mushundaq ashunchik narsaga qanoat qilib shularning orzuyim deb yashaydigan insonlar bor. Biz qo'lladik. Chiqib orzusini qondirdik. Mundaq qildingiz, voy xudoyim deb demidik, herkes undaq gaplarni demidik. Shunga o'xshash har bir insonning ashunda bir xil orzusi bor. U qo'llashga tegishlik. U cheklimga uchirmaslik kerak. Uning u erkinligi. Uning u erkinligini vaziyatga, jamiyatga, uningga, buningga biqib ortib boshqalarni cheklash huquqi yo'q. Masalan, tariximizga nazar solsak, bizda bu zulm davomliq bor. Shu vaqtlardami siyosiy deb turmaga kirganlar, millat uchun jonni alqonga ilib qarshilik qilib tutilganlar, madris ichib tutilganlar, och yilinglar, qarg'uvchisi yo'qlar, kasallik karotida ingravotganlar, pulini to'layolmay doktorxonadan chiqib ketganlar, o'qishsiz qolganlar, nohaqchilik uchrab tayoq yeganlar, yetim bolalar. Hammasi bor edi shu jamiyatimizda. Ya'ni insonlar palonchilar millat uchun turmida, sen nim deb kulasan? Palonchi kisal, sen nim deb saq yashaysan demagan. Qo'lidan kelganlar yaxshiliklarni qilgan, kelmaganlar qilmagan, ba'zilarda shu yaxshilik qilish ingi bo'lgan, ba'zilarda hatto u aqmi bo'lmagan. Ba'zilar
bir gaplarni deyish orqali qarshi tarafga dushmanlik akildiganligini yo'q gapining bilib bilmay dushmanlik qilib qolganlar bor. Amaliyotda u gapining dushmanlik bo'lganligini bilmaydi. Lekin u gapni deb qo'ygan sababidan nurg'ulg'an o'ylamag'an oqibatlar kelib chiqadi. Qasddan qilmaydi. Shundaq insonlar bo'lgan. Biz ularni ayblamadik, millat xarakterlik tushkunlashmadik. Axloqsizliklar, jinoyatlar ustida ayblash bo'ldi. Hozirgi holatimiz qarayli. To'rdan iborat bu mavhum dunyo nim bilan to'lgan? Dunyoning chetida turib, chetidagi insonning orzularini bo'g'ish, uning insonlik yashashiga hurmat qilmaslik bilan to'lgan. Hocam 2010-yili Angliyadan bir do'stiningki chaqiriq avtish bilan uzun yo'llar mingibmiş Angliya vizasini qo'ydirdi. Angliyaga kelib, bu yerdan ya'ni Yevropadagi boshqa davlatlarga mo sayohatga berib, bir necha oylardan keyin uyga qaytib keldi. Hocam kelgandan keyin mening tunji javob so'ragan savolim, "Aja chet ellik Uyg'urlar cho'qim shundaqlik bir xil oliy orzu armonlarda yashab millat uchun buyuk ishlarni qilib bir xil kashfiyotlarda bir narsani vujud chiqarib bir xil oldirash hayotda yashayotgan bo'lishi mumkin. Oliy bilim yurtlarida o'qib, ashaq yashayotganda aja deb shundaq bir xil tasavvurlarimni desam, ajam nim dedi. Sen arzu qilgan Uyg'urning hammasi mush vatanimizdikan dedi. Qana deysa, tafsir deb bergin deb yondirib so'rsam, tafsir deb bersam ko'ngling yerim bo'ladi. Bekaraq təfsili deb biray desəm, g'ayvat bo'lib qoldi. Chunki men ularni osh tuzini yedim dedi. O'tgan yillarda bir shkapning oldida Kanadada yashayotgan bir do'stimizdan paranglashib qoldim. Osh do'stimiz acha deganti, biz mush yaqinqi 5-10 yilning ichida Uyg'urlar mayli ong saviya, sapojiatdan bo'lsin, mayli insonlikdagi nurg'ulg'an mehr muhabbat jihatlarda bo'lsin, biz yetilib ketibdikanmiz, taraqqiy qilibdikanmiz. Men chet elga chiqib, men u hayotni Uyg'ur jamiyatidan ko'mdim deydi. Men chet eldagi burunchi ketgan 10 yil, 15 yil, 20 yil burunchi ketgan Uyg'urlardan so'rsa, ular shu 20 yil, 30 yil ketgan vaqtidagi aşı qaloq holat tasavvur qildikan bizning vatanni. Endi yangi chiqqanlarni ashta o'ylaydikan ular, ilgirlab ketgandek. Biz men yangi chiqqanlar orzu armonlarimizdagi narsani ko'may, biz afsuslandikanmiz. Endi hozir biz mushu yangi chiqqanlarmi, 5 yilning mobaynida chiqqanlarmi, yana vatandagilardan sapojati keyin qaptiq. Mehr muhabbat berishni yana keyin qaptiq. Uni men qanday his qildim? Ko'pimizda endi unidor bor. Unidorning bizga akilgan xatlarini bilib tursaqmi, yana qarindoshlarimizning xabarlarini bilish uchun ba'zan uluslar chambiriga chiqarib qo'ygan narsani ko'rib, ozroq bo'lsa vatanga bo'lgan sig'inishimizni besish uchun ko'rmiz endi. Mening ayrim bir telefonimda undidor bor. Uningdagi undidorni har doim ochmayman. Uni ochgan vaqtimda boshqa narsani etib, boshqa telefonlarim etib, faqat shu telefonda xos undidorlarim ochiq. Shuningdan do'stlar chambiriga chiqib bir narsani ko'rmay, uni kayni bir salon bor. Davomliq mo'l mazmunli postlarni yo'llaydigan. Kunda faqat bir qism yo'llaydi. Uni o'qib bo'lgandan keyin ostiga tushgan inkoslarni hammasini tafsiliy o'qiyman. Maqsadim nima? Shu yerdagi insonlarning ruhiy holatini tushunish. Shu birma-bir o'qib chiqaman. U inkoslarning ichida birmi ko'ngilni sovutadigan, raddiya beradigan inkos yo'q. İç ağrıtish, qo'llash, mamnun bo'lish, arada shunday yumoristik inkoslar chiqib qoldi. Demak, ular yanala shu Uyg'urlik mehribon qalbi bilan bir-biriga malham, madad berib, qiyinchilik, azob, zulmlarni tang yengayotdi. Palonchilar lager dedi, biz nim deb kulimiz demasdan kulib, kuldirib, mehr berib, erishib yashayotdi. Palonchi lagerda edi deb o'zlarini ruhiy lagerlarga qamamay, yangilik yaratib, hamsi o'z sohasida tirishchanlik ko'rsatyotdi. Demak, tik turyotdi. Ular tik turyotdi. Kuldigan yerda kulib, yig'laydigan yerda yig'lab, raqobat so'rinlarida o'zini ifodalab, Uyg'ur bo'lib yashayotdi. Ruhiy iskanjada emas, shuni buzib yashayotdi.
Buni shu inkaslarga qarab demidim, kuzatgan boshqa taraflarimi bor. Mao chet eldiki bizlarmu ashundaq yashayli. Bir kimning yashashiga chek qo'ymayli. U ixtiyorchi yashay olmaganda, cheklimiga uchraganda muhitdan bizar bo'ldi. Shu o'zi cheklimiga uchrayotgan muhitdan bizar bo'ldi. U vaqtda boshqa narsaga aylanib qoldi. Cheklamaydigan boshqa bir to'plamlarning ichiga kirib ketishimi mumkin. Shu bizarlikdan Uyg'urga to'kpa yaratmaydigan, Uyg'urlikni so'ymaydigan bo'lib qilishi mumkin. Bir Uyg'ur yana bir Uyg'urga tam so'qmaydi. Yugurgancha, kulgunicha, xushal-xo'ram to'y qilolgan to'y qilgancha, haza oshqancha yashasin. Bo'g'ilib qolgan, iskanjida qolgan ruhlardan boshqa Uyg'ur shakllanib qolmasin. Uyg'urning chichiga, bishiga, kiyimiga qarab muomalada yaklashdi bo'lmayli. Seriq chashmu, yalang boshmu, o'ranganmu, soqol qo'yganmu, qo'ymaganmu, pariji kiyganmu, sportchi kiyim kiyganmu, kostyum kiyganmu. U Uyg'urli bo'lsa, bizning qarindishimiz. Shu muqaddas zamin onidan mehribonlik, apuchanlik, tushunish, qo'llashni siz bilan tang ozuq olgan Uyg'uringiz. Yashab ketsa hasad qilmang. Hozir erkin yashayotgan insonlar chig'i tiximi o'zini quvvatlantirish uchun, kuchlantirish uchun, o'zini dunyoga tunutish uchun ular nimishlar bilan aldirash hozir. Nimishlarni qilyotidi. İlim-fan sohasida qanday yangiliklar yaratyotidi. Biz o'zimizni qo'g'dashga eng ehtiyoj millat. O'zimizni kuchlantirishga eng ehtiyoj millat. O'zimizning sapoyimizni, mavjudligimizni qo'g'dashga eng ehtiyoj millat turuqliq. Biz xalqning qishini, chichini, yurishini, turishini o'lchab yashayapmiz. Xalq nerede, biz nerede? Amaliyotda biz ulardan battar tirishchanlik bilan o'zimizni tunutib yashashimiz kerak edi. Yana shuni unutmaylikki, Uyg'ur tilimiz va Uyg'ur yeziqimiz biz millatning mavjud ekanligining ifodalanishi. Ma Uyg'ur bilan Uyg'urning o'ttirsiga bir-biriga berilgan mehri muhabbat Uyg'urlikni yashnatadigan harakatlantiruvchi kuch.